şiir yazdım diyor. Hozir. Sizni ko'rib, Seni gördüm ya. sizni ko'rib maftun bo'lib she'r yozdim. Qarang. Do'st ila obod ko'ngil gardishi zebu zabar Strav dehlaviy chundir shamshodir ul boxabar. Ya'ni tarjimasi Seni gördüm. Ne sizi gördüm. do'st ila obod ko'ngil. Evet, dostla abattır gönül, yani güzeldir gönül. Evet. Do'st bilan obod ko'ngil gardishi zebu zabar. Evet, yani onun manası zebu zavar, altın sınır, çok önemli. Bu avoga bog'liq. Ha, gardishi zebu zabar Strav dehlaviy chundil. Strav dehlaviy. Söylediler mi? Strav dehlaviy Hindiston nimasi Buxorolik u, Buxorolik. Yok he? Ha, Buxorolik. Sıra dehlevinin manasını konuşuyor. Strav dehlaviy chundil shamshodir ul boxabar. Şamşat biliyorsun nedir he? Men demak siz bilan bir umr sizga boxabar bo'lib, sizga shaydo bo'lib ijod qilaman. İnşallah. İnşallah. Ma'nosi shundayki, qalbing toza bo'lsa, senga Alloh taolo nur beradi. Sen bilmagan odamlarning suyukli farzandi bo'lasan. Sen kutmagan yerdan sen istagan narsalaring kelaveradi. Bir o'tiring shuni. Şunda o ya. Allah'ın emri emri. Hamına düşün. Hammasını. Men nima demoqchimanki, Ne demek istiyorum? Buxoroy Munavvar Sharifning qasran nuri bo'lib turib, xalqimizga shunaqa madaniyatni, san'atimizni rivojiga rivoj qo'shib, suyukli Allohning bandasi bo'lib, xalqimizning duosiga musharraf ekansiz, ta'zimdaman. Senin bu Bukhara'yı şerefle hakkıda olduğundan tezim ediyorum seni diyor. Hamısını düşün. Düşündüm. Tı diyor. Mani Düşündüm. Yok ha işte öyle. Mani shunaqa ajoyib ustozlarim, do'stlarim bo'lganligidan boshim osmonda, chunki sizdaqa Başım insonlar göklere bilan yetti böyle benim ustazlarım vardı onları. sizdaqa insonlar bilan o'tirganimni o'zi bir dunyo, Böyle insanlar cihan. oturmam kendi bir cihan bir dünya. bir jahon. Hamisha baxtimizga sog' omon bo'ling. Katta ijodlar bilan bo'lganda butun Buxoro emas, O'zbekiston, dunyo bizni bilib duo qilsin. İnşallah. Ferişteler amindir.